Amir Temur davrida tadbirkorlar qanday himoya va imtiyozlarga ega bo'lgan? Keling, bu savolga javobni ularning o'zlaridan olamiz. Sohib Qiron amri bilan Samarqand qog'ozi dunyoda tengsiz bo'ldi. Bizning sulton qog'ozimiz ipakdek mayinligi bilan uzoq o'lkalarda ham qadrlanadi. Ilgari xavfli bo'lgan yo'llarda endi oltin to'la tabaq ko'targan bola ham bexavotir yura oladi. Sohib Qiron yo'llarni qaroqchilardan ozod etdi. Savdo xavfsiz bo'ldi. Bizning hunarimiz davlat himoyasida. Har bir naqsh, har bir ip poy yurtimiz boyligi. Samarqand bozorlari dunyoning chor tarafidan kelgan savdogarlar bilan gavjum. Chunki bu yerda adolat va tartib bor. Raiyat obod bo'lsa, yurt obod bo'lur. Tijorat ravnaq topsa, xazina to'lur. Inonurmanchim, avlodlarim ham biz tutgan yo'ldan borur. Saltanat farog'at va buyuklikka yetur.